Kim o'tmasi bu dunyodan, siz ham biz ham omonatmiz. Bugungina sog' yurganlar erta bitta kamomatmiz. Ummonro asmuzu olamro xasmiz go'yo. Allohimga ming bor shukr bo'lgan barchamiz sog' salomatmiz. Jannat bo'lgan deya ta'rif etilgan mustaqil diyorimizning Jizzax shahrining G'alla tumanida markazda joylashgan yangi bino qadri ostigan, ya'ni kim Usmonov Sobir bobomiz boshchiligida tashkil etilgan Chehra Med Servis ochilish tantanali tarzda boshlanish arafasida yana bir bora assalomu alaykum hurmatli qaddidan qadri baland bo'lgan oqsoqollarimiz, nuroniylar, faollar, qolaversa vatandoshlar, yurtdoshlar barchangizni mana shunday bir ajoyib bir ochilish marosimimizda ko'rganimizdan bag'oyatda shodmiz, xursandmiz. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Hurmatli qaddidan qadri baland bo'lgan bizlarni kuzatib turgan aziz mehmonlar, agarda muborak qo'llaringiz tayyor bo'lsa, bitta gulduros olqishlarni qarsiratib shalib qo'yar ekanmiz. Rahmat. Mana shunday bir yuqori kayfiyatda, tantanali tarzda ochilish marosimimiz boshlanyapti. Mana shu ochilish marosimimizni ilk go'zal tilaklarni yo'llab, rasman ochiq deya e'lon qilishlik uchun sahnamiz markaziga biz G'alla tuman nuroniylar jamg'armasi boshlig'i sahnamiz markaziga mamnuniyat bilan biz Umarov Shakarbek akamizni chorlar ekanmiz. Marhamat. Yana bir bora assalomu alaykum. Mana qarangki, eng go'zal soniyalar, eng kutilgan, sog'inilgan daqiqalarda qadr osib turgan ekanmiz. Biz mana shu sahnamizda, ochilish marosimimizda biz sizni xush ko'rdik. Bugungi shodiyona sizga ham muborak bo'lsin. Qolaversa, qarangki, bayramlarning eng ulug'laridan bo'lgan mana tobora yurtimizga yaqinlashib kirib kelgan hayit ayyomi muborak bo'lsin. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli hamshaharlar. Mana bugun Navro'z ayyom kunlari, kirib kelayotgan Eid Ramazon kunlari G'allaorol shahrimizga yana bitta juda katta sovg'a bo'ldi. Mana shu tumanimiz o'zining hisobidan qurgan Sobir Usmonov ukamizni bugun mana shunday G'allaorol shahriga xizmati bilan tabriklaymiz. El xalqqa juda katta xizmat qilsin. İnsanlarda sağlığı için faydalanaylik bunday binolardan. Mana shunaqa Navro'z ayyom, Eid Ramazon kunlari dedik. Mana shunaqa yangi kunlarga yaxshi sovg'alar bo'laversin. Hammalaringizni shu sovg'a bilan tabriklaymiz. Sizning ishlaringizga muvaffaqiyat, tinmasdan xizmat qilingizlar. Xalqning sog'ligi uchun xizmat qilaveringizlar. Rahmat. Omadlaringizni bersin, sog'ligingizni bersin. Rahmat, tashakkurlarimizni yo'llar ekanmiz. Tilak-istaklarni yo'llamoqlik uchun biz sahnamiz markaziga G'alla tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i, bosh rahbar Islomov Bahodir akamiz Mamatovni gulduros qarsaklar bilan chorlaymiz. Yana bir bora assalomu alaykum, biz sizni xush ko'rdik. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, yurt hamshaharlar. Mana bugun yana bitta tumanimizda yangi tibbiyot muassasasi qad ko'tardi. Eslasalaringiz bu yerda qanaqa bino borda, mana zamonamizning shunday yaxshiligidan mana shunday bino qad ko'tardi. Og'aylar, bu tumanimizda 17 ta, mana 18-xususiy tibbiyot muassasasi yana paydo bo'ldi. Bundan bizlar ham xursandmiz, chunki xususiy tibbiyotga ayniqsa stomatologiya sohasiga juda katta imtiyozlar berilyapti, shu yo'nalishga e'tibor qaratilyapti. Bundan keyin ham davlat dasturlari bo'yicha xususiy tibbiyotda rivojlanishlar bo'laveradi. Mana bizni o'zimizning markaziy shifoxona ham shu bo'yicha yana tibbiyotda ishlar bo'ladi. Endi bu Usmonov Sobirlarning necha yillik orzusi edi. Mana bizlar mana o'rtog'imiz birga ishlab kelyapmiz, bilamiz. Mana shu bugun shu orzusi ushalayapti. Bizlar bundan juda ham xursandmiz. Xudo xolasa kelgusida niyatlari bor. Boshqa soha mutaxassislarini ham jalb qilgan holda xalqimiz, elimiz, yurtimiz, farzandlarimiz, ota-onalar, opa-singillar hammasi o'zlari kelib ishlariga omad, mana shunaqa tibbiy muassasalar ko'payaversin. Bizni tilakdoshimiz bunga. Hammalaringizga sihat salomatlik. Yana bir marta Shakarbek aytganday, mana bugun ajoyib eng ulug' bayramlarimiz arafasida turibmiz. Hammangizni kelayotgan mana shu
Eid Ramazon hayiti bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammangizga sihat salomatlik. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurti tinch elga mana shunaqa bayramlar yarashadi. To'g'rimi? Katta rahmat, sog' bo'lingizlar. Rahmat, tashakkurlarimiz yo'llarkanmiz. Sizlarga istaklar o'zlaringizga ham hamroh bo'lsin, bayram kayfiyati muborak bo'lsin deymiz. Sahnamiz markaziga biz mamnuniyat bilan mana shu daqiqalarda qarangki, Chehra Med servis bosh rahbari Usmonov Sobir bobo men yonimga keling, yaqinroq tashrif buyurasiz. Sababki navbatdagi insonlar sizga ham bir yaqin insonlar tashrif buyuradi. Qolaversa navbatdagi go'zal tilaklarni yo'llayotganda mana shu yerda siz bizni yonimizda qadr olsa tursangiz, yana ham maqsadga muvofiq bo'lardi deya mana shu sahnamizga mamnuniyat bilan biz chorlaymiz. Ana endi diqqat e'tiborlaringizni sahnamizga qarab turasizlar degan umidamiz. Mana shu G'allarolimizda, Jizzaximiz G'allarolimizda, G'allarolni o'zini nufuziga ega bo'lgan, mana shu G'allarolimizda ravnaqiga ravnaq qo'shib kelayotgan, o'zi bitta bo'lgan, ya'ni kim? Tibbiyot, mana shu Med kollej, Med texnikum rahbari sahnamiz markaziga Maqsud opam Qarshiboyevani biroz olqishlar bilan taklif etamiz. Marhamat. Yana bir bora assalomu alaykum, xush ko'rdik. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Men bugun juda ham xursandman, bir hayajondaman. Sababi mana xonajonimning, pochchamning ruhlari shu yuqori joylarda yuribdi degan, bizlarni hammasini anglayapti degan umiddaman va mana shu klinikani ochilishida albatta ularning tarbiyasi, ularning mehnati, ularning ahamiyati bor. Qaniydi bo'lganda, lekin baribir ham Allohimga shukr, ular ham bu narsadan ruhlari shod bo'ldi degan umiddaman. Azizlar, bugun haqiqatdan xalq yo'lida xizmat qilayotgan ishlarning eng katta ishi bo'lyapti. Odam insonda og'iz bo'shlig'ining toza bo'lishi, sog'lom bo'lishi, ayniqsa tishlarning sog'ligi insonning uzoq umr ko'rishi hamda uning salomatligi yo'lidagi kafolatdir. Bugun mana bitta yaxshi klinika ochyapti ekan, yoshlikdan bo'lgan orzu-umidlaringiz amalga oshganligidan xursandman. Atrofingizga farzandlaringizni va boshqa shu Usmonovlar oilasidagi tibbiyot xodimlarini olib, kelajakda xalqimizning sog'ligi uchun yana bardavom xizmat qilishingizdan omadlar tilayman. Va nima demoqchiman? G'allaorol tumani xalqiga, ularning sog'ligiga, ularning uzoq umr ko'rishiga mana shu klinikadagi tibbiyot xodimlarining xizmatlari albatta katta va muvaffaqiyatli bo'ladi degan umiddaman va muvaffaqiyatlar tilayman. Va hammangizni haqiqatan yaxshi kunlar, ro'zaning arafa kunlari, ertaga hayit kunlar, barchangizni mana shunday hayit kunlarini bilan tabriklayman hamda keyingi hayitlarga hammamiz 4 muchalimiz sog', salomat va hammamiz xursandchilikda kutib olishlar nasib qilishini tilab qolaman. Rahmat so'z berganingiz uchun. Rahmat, tashakkurlarimiz izohlar ekanmiz. Ana endi so'z navbatiga biz mamnuniyat bilan biz chordaymiz. Ya'ni kim navbatdagi go'zal tilak istaklarini tinglab qabul qilamiz. Mahalla faollari nomlaridan tashrif buyurgan Mavluda opamizni biz mamnuniyat bilan chiroyli olqishlar bilan qarshi olamiz. Marhamat azizlar. Assalomu alaykum mahalla faollari, xojonajonlarimiz xush kelibsizlar. Shodiyona, diydor bazmlar muborak bo'lsin. Qo'shaloq bayramlar muborak bo'lsin. Sahnamizda, fayzli sahnamizda biz sizni xush ko'rdik. Marhamat onajon. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun G'ofur G'ulom mahallasining markaziga xush kelibsizlar. Avvalo hammalaringizni mana kirib kelayotgan hayit ayyomi bilan chin qalbdan tabriklayman. Yanagi yil mana shu kunlarga ham sog' salomat o'ynab kulib, bola chaqalaringiz bilan og'ayin jamoatlar bilan yetishda Allohim nasib aylasin. Rahmat sizlarga. Rahmat, tashakkurlarimiz yo'llarganmiz.
Sobir bobo mana shu insonlar qatorida mana shu qolgan insonlarning ham eng go'zal va chiroyli rahmatlari, chiroyli fikrlari, chiroyli tilaklari bor. Mana shu barcha tilaklar Xudo xohlasa 2-chi, 3-chi, 4-chi filiallari ochilib, ana shunday bir ochilish marosimlarida mana shunday faollar, mana shunday oqsoqollarimiz o'zlari qad rostlab, duoyi fotihalar bilan mana shunday ko'plab hali mana shunday binolarni ishga tushayotganda ochilish marosimida qatorlardan xato bo'lmay yig'ilishlarini biz yaratgandan chin dildan tilab qolar ekanmiz hamda eslab qolar ekanmiz. Demak, guldiroz olqishlarni yana bir bora taqdim etamiz azizlar. Va mana shu soniyalarda barchangizni vaqtlaringizni olmagan holatda kutilgan, sog'inilgan daqiqalar mana shu yerda faollarimizni albatta Sobir bobomiz boshchiligida ochilish marosimini, ya'ni mana shunday ajoyib bir lentalarni kesishga guldiroz olqishlar bilan taklif etamiz. Marhamat, balandroq.